Endi gap bundoq, eshiting. Sizlarga bir hafta muhlat. Bir hafta ham o'zi ko'p-a? Mayli, narsa ko'p. Ukam rahmatli bir dunyo narsa qilib bergan shunga, bir xil, mayli. Bir Hammasini hafta demak, 5 kun degan, 5 kun ham yetadi bularga. mayli, bitta yaxshiligimiz o'sha go'zaloyini yuklarni olib ketishga biza qilib beramiz. Biz qilib beramiz. Ha, bo'ldi. Biza qilib beramiz. Mardikorlarni ham mayli biza qilib beramiz. Faqat tezroq iloji bo'lsa davay. 3 kun aylan Uyga ko'tarishimiz kerak, boshqatdan ko'taramiz biz. Tezroq nima qilamiz endi? Mayli, endi peshin endi. Yaxshi joyga chiqsa uzatib boramiz. Bu endi shunaqa qarorga kelishibdi. Oxiratda ukanglarni, onanglarni yuziga qanaqa qarashi sizlar o'ylanglar, u yog'i sizlarga havola. Ana hovlini olib qolinglar. Uni o'zini kasbi bor. Alloh kasbkoridan bersin. Insof o'zingizga bersin. Boshqa gapim yo'q. Opa, tezroq ketish kerak. Hovlani boshqatdan ta'mirlab to'y qilishimiz kerak. To'g'ri tushundingiz, maylimi?